Hurmatli kuzatuvchilar, mana Teplitsaga jilka tortish jarayoni. Klenkaning tagidan qo'yiladigan mana kimda sim tortar ekan, jilka tortyapti mana shu. Mana Otabekka bosyapti. Mana shunday bo'lib tortiladi. 7 rulon jilka ketdi. Eslab qolingizlar, 7 rulon jilka ketdi. 260 kilo sim ketdi. Hosil sim. Mana hosil simlar. 2,5lik. Hosil sim deydi. 260 kilo ketdi. Mana shunday bo'ladi ekan. Simni tortishni ko'ryapsizmi? Latokning ichida bemalol yuribdi. Aka, qiyin emasmi latokning ichida yurish? Zakonnimi? Mana ko'ryapsizmi? Bemalol latokning ichida akaning vesi ham bor, kamida bir 110 kilo chiqadi. Mana. Bemalol mana ketyapti. Liqillagan, bilqillagan narsa yo'q. Bizni kuzatishda davom etinglar. Zajim qo'yibganini ham qo'yib boraman sizlarga. Zajimni qanday qo'yadi, klenkani qanday qo'yadi, hammasini qo'yib boraman.